Mana o'rtoqlar ahvol. Mana mashinani barabani ahvol o'ta og'ir ahvolda. Mana barabanni bir qismi bu plasmasasi, bu ham вообще balchiq bo'lib ketgan. Buni mana hisobiga vaqti-vaqtida chistki qildirmaslik hisobida. Keyin ko'proq 15 minutlikka ishlatgandan ko'ra, kattaroq, soati ko'proq funksiyalarga ham ishlatib turish kerak. Chunki ten qiziydi-da, mana bu ichkariga qolgan bakteriyalarni eritib tushirib yuboradi. Ko'pincha 15 minutlikka ishlatgan holatda mana shunaqa bakteriyalar qolib ketaveradi. Chunki suv isimaydi, bakteriya isimagandan keyin tushib ketmaydi. Mana shu muzdek suv bilan yuvilgandan qoladi, bo'lmash turish qolib ketaveradi. Mana shuning uchun ko'proq funksiyalarni ham yuvib turish kerak. Mana tozalash jarayoni.